Assalomu alaykum. YouTube kuzatib boruvchi obunachilar. Yani blogga ko'p semit qo'shsa nishvoda rangi o'zgarami, kattalik yaxshilashami deganlar uchun ish pastdagi 6 blogga har qaysisini 600 grammdan semit qo'shilgan har qaysisini. Keyin imunda yarısı bunday boshqacha rangi, yarısı boshqacha rangi bunga şimdi yarısından bo'g'andagina layına her bir blokun üzerine 1-2-200'den simit qo'shilgan. Bu yani 800 gram, 600 gram, 700 gram qo'shilgandan qolgan lay 7000 kalan üstten salfar verdik. Müdafadaki hammasidan 1-2-200'den simit düşüyor. Her bir arkasının üzerine. Renginde farkı var mı? Yani biraz görüp dostlar. Farkı olsa yazarsınız komentarda farkı var da. Mali ki onca bilemiyordu. İkisinden bir xil değil. Pastdagisiga 700 gram qo'shilgan simit. Blok bu defadaki 1-2-200 qo'shilgan har qaysisini bir layda 5 blok chiqadi, 5,5 blok bir qarganda. Bu da yani 6 kilodan ziyod simit qo'shilganda yani. Bular lekin 3 kilodan ziyodroq simit qo'shilgan, 2,5-3 kilodan ziyodroq. Kime gerek olsa bu pastdagi yani 500-600 gram qo'shilgan simitlar 9000 yen. Jandagi bahası bular lekin 11,000 yen. Dastlabkisi bilan. Bular 9,5 mingga dastlabkisi bilan. Telefonlarsa nomerlarimiz 91 997 30 77 20 ham bor. Bular 13,5 mingga dastlabkisi bilan beraveramiz kelishib. Manzilimiz Xiva tuman